Rishtonni kindigidan sizlarga 3 xonali kvartira topib qo'ydim. Hozir obzorini ko'ramiz. Mazza qilib yashaydigan joyi mana. Bu tomondan ham eshik ochishibdi. Kirib kelasiz. 3 xonali kvartiramizni ko'rsatyapmiz. Kvadrati 105 kvadrat. Barcha mebel jihozlari bilan qoladi, qaranglar. Gaz, suv, svetdan muammosi yo'q, mana gaz. Dahshat qilib qo'yishibdi, uni qaranglar. Kim olsa ham mazza qiladi. Kengligini qarang, kattaligini qarang. Mana bu betdan chiqadigan ikkinchi xoti. Bitta mana kichkina spalni uchun joyi, umumiy sanuzeli, daji ikkitadan stiralni mashinasi bor ekan. Xonalarga yaxshilab ahamiyat beringlar, o'zimiz uchun deb rosa normal, qimmat narsalarni qo'yishgan ekan. Lekin bular Farg'onaga ko'chib ketishibdi. O'shani hisobiga sotilyapti. Hujjatlardan vobshe muammosi yo'q. Qaranglar, qanaqa balkonlarigacha. Xullas biz talashib, hamma yog'i bilan sizlar uchun 35 ming oz-moz bizning nomimizdan kelsanglar o'tib berishadi yoki mebel jihozini olib chiqib ketishadi. Ayrim bir narsalar qoladi. 33 ming kami bor. Pastda raqamlar qoldiryapman, bemalol aloqaga chiqib baraka qilishlar mumkin. Lekin Rishtonni markazidan, sentrdan, mana Rishtonni kindigi, ya'ni markazi. Detskiy mirdan o'tganingizda, mana shu yerda, birinchi etajda